Assalomu alaykum hammaga. O'tgan darsda biz CSSga kirish mavzusini o'tganmiz. Bu darsda esa div degan mavzuni o'tamiz. Like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasa biz boshladik. Birinchi bo'lib Visual Studio Code degan dasturimizga kirib olamiz. Endi xuddi o'tgan darsda ko'rsatilgandek index.html va style CSSni ochib olamiz. Endi bu yerga Shift bilan 1, ya'ni undov va Enter tugmasini bosamiz. Index.html ga Shift 1 va Enter. Endi title document tagidan link olamiz. Endi bu yerdan bu div mavzusi, divda to'rtburchak bo'ladi. Bir to'rtburchak ochib olasiz va uni ichiga xohlagan narsangizni yozishingiz mumkin. Rasm joylash mumkin yoki boshqa narsalarni ham joylashimiz mumkin. Div deb ochib olsak ham bo'ladi va biz div deb yozib olamiz. Div. Endi hozir chiqib qarasak, Google'ga mana buni olib o'tamiz. Mana qarasak hech narsa yo'q, yangiladik, hech narsa yo'q. Chunki CSSda divdan oldin yulduzcha degan yulduzcha degan yozuv qilib olamiz. Shift bilan 8 ni bossangiz yulduzcha chiqadi va gulli qavs ochib M0 plus M0 plus P0 desak mana margin 0 va padding 0 chiqadi. Buni bittalab yozib chiqish mumkin. Bunga uzoq vaqt ketadi. Oson yo'li mana shu. Ochib oldik. Ana bu padding 0 va margin 0 divni bironta narsasini pastroqqa tushirmoqchi bo'lsangiz tushishga yordam beradi. Agar buni yozmasangiz masalan yozuv qo'ysangiz pastroqqa tushiraman deb turib pastroqqa tushirsangiz hech narsa bo'lmaydi. Div bilan birga tushib ketadi. Shuning uchun buni yozamiz. Endi bu yerga div deb ochib olamiz. Gulli qavs va width. Bunga ham width beriladi. Kattaroq beramiz. 1200 piksel va height degani bor. Bu bo'yi. Height yozib olamiz. Heightga xohlaganingizni berasiz. Men masalan widthda nihamini beraman. 600 piksel. Va orqa fonga rang qo'yishni o'tamiz. Orqa fonga rang qo'yilmasa div ko'rinmaydi. Yoki chekalariga nima berishni ham o'tamiz. Unda border ishlatamiz. Hozir orqa foniga rang background color mana bunday yoziladi. Mana background color. Buni bosamiz va xuddi color degan yozuvimizdek ranglar chiqdi. Orqa foniga xohlagan rangingizni berasiz. Masalan, ko'k blue deb oldim va buni o'tgan darsdagidek sal ochiqroq qilaman. Endi bunga o'tib yangilasak mana
Bitta mavzuni ham o'tib qo'yaman. Ctrl bilan minusni bossangiz sal kichkinalashadi ekraningiz. Plusni bossanglar sal kattayadi. Shunday qilib katta kichik qilsak ham bo'laveradi. Uzoqlashadi yoki yaqinlashadi. Endi bu yerga divga yana bitta narsa yozib olamiz. Divni ichiga yozamiz. Divni ichidan pastga tushirib olib, divni ichiga rasm qo'yamiz. Image deb rasm qo'yib olamiz va sirasiga men hozir rasm olib olibman. Buni o'chirib boshqatdan qo'yishni ham o'rganamiz. Mana bunday chiqib, qaytadan kirib yurmasdan hali Windows, ya'ni 4 ta oyna bo'ladi klaviaturada. Windows va E tugmasini bitta bossangiz mana bunday mo'y kompyuter bo'limi ochiladi. Mana shu yerdan rasm olishimiz mumkin. Изображение, Save with pictures. Qayerga saqlanib qilgan bo'lsangiz yoki saqlagan bo'lsangiz o'shaga qo'yilgan yerdan olasiz. Mana buni chiqib mana bu yerga olaman. Mana endi sirasiga xuddi o'tgan darslarda o'tirgandek nuqta bilan slash rasmning nomi. Endi o'tib yangilasam bundan hozir chiqib ketamiz. O'ta katta bo'lib ketdi. Div ham orqasida qolib ketdi. Endi alt tab qilib CSS'da image deb yozib olamiz. Imagening ichiga viz xohlagan piksel, masalan 400. Endi bunda border radius, ya'ni bitta narsaning to'rtburchak bo'lsa, uni qirralarini bukishni ham o'tamiz. Border radius, mana border radius 50 piksel bersangiz ozgina buriladi. Agar 50% bersangiz bir yo'limda avval bo'lib qoladi. Qancha qilgan bo'lsangiz shunga qarab bo'ladi. Agar viz bilan height'i bir xil bo'lsa, dumaloq bo'ladi rovna. Shuning uchun hozir border radius 50 piksel yoki undan past beramiz. Katta bersak, u ham dumaloq bo'lib ketadi. Mana endi o'tib yangilasak, mana qirralari sal bo'lsa ham mana bunday bo'lib dumaloqlashdi. Agar hozir mana 50 pikselni o'rniga 50% qilsak, 50% qilib yangilasak, mana bunday holatga keldi. Borderda ham o'taman. Border radius emas, borderda o'zini beramiz. Mana bunday bo'ladi. Border 5 piksel bersak kichkina bo'ladi. Bunchalik ko'rinmas bo'ladi. Chekalari va kichkinaroq bo'ladi. Agar undan kattaroq bersak, necha piksel bersangiz shunga qarab kattayadi. Masalan 40 piksel berdim. Piksel solid mana bu va rang yozamiz. Masalan black. O'tib yangilasam
Mana bunday nima bo'ldi? Chekkalarda qora chiziqlar bo'ldi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga xayr, layk va obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.